Assalomu alaykum. Ko'rayotganingiz Bahodir Live kanali. Asterix va Obelix. Menimcha bu filmni yoki multfilmni ko'rmagan inson topilmasa kerak. O'sha mashhur qahramonlar kuchli o'sha damlamani ichadi. Galiya xalqini Rim imperiyasi hech qachon bosa olmaydi. Nimaga men buni aytyapman? Chunki aynan men turgan shahar, ya'ni Fransiyaning Valensiya shahri o'sha miloddan avvalgi 58-yillarda aynan mana shu hududlarda yashagan. Nafaqat bu hududda, Belgiyaning ayrim hududlarida, Lyuksemburgning ayrim hududlarida ham yashagan. Lekin ushbu qahramonlar, ya'ni Asterix va Obelix qahramonlari o'ylab topilgan. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, komiks qahramonlari hisoblanadi. O'sha 1950-yillarda Fransiyada yaratilgan. Bilamizki, komiks qahramonlar o'ylab topiladi. Ular juda kuchli bo'ladi, osmonlarga uchadi va hokazo va hokazo. Lekin tarixiy jihatdan olib qaraganda, bu yer Asterix va Obelixning qaysidir ma'noda vatani hisoblanadi. Chunki bu yerda bir paytlar o'sha galiyaliklar yashagan. Yuliy Sezar davrida Rim imperiyasiga bo'ysungan. Rim keyinchalik Fransiya ta'siri doirasida Galiya qabilasining tili, dini hozirgi kunda yo'q bo'lib ketgan. Faqatgina ular muzeylarda, teatr spektakllarida, filmlarda eslanadi. Bilamizki, qadimdan Yevropa hozirgidek birlashmagan, muntazam ravishda bir-biri bilan urushlar olib borgan. Hozir esa fantastik darajada birlasha olgan deb ayta olamiz. Bir paytlar galiyaliklar davlati tarkibiga kirgan bu shahar Valensiya bugun to'liq Fransiya hududiga mansub. Tarixiy manbalarda u qadimiy savdo markazi, madaniyat va hunarmandchilik o'chog'i sifatida tilga olinadi. Asrlar davomida u ko'plab urushlar, iqtisodiy o'zgarishlar va madaniy uyg'onish davrlarini boshdan kechirgan. Bugungi kunda Valensiya o'z tarixini zamonaviylik bilan uyg'unlashtira olgan shahar sifatida tanilgan. Shahar aholisi taxminan 45,000 nafar bo'lib, ularning aksariyati ta'lim, ishlab chiqarish va san'at sohalarida faol. Valensiya qadimiy uslublardagi tor ko'chalari, g'isht binolari va o'rta asr me'morchiligi shaharni sayyohlar uchun jozibador qiladi. Ayniqsa shahar markazida zamonaviy savdo majmuasi e'tiborimni tortdi. Bu yerda bugungi kunning eng mashhur brendlari o'z do'konlariga ega. Ammo meni eng ko'p hayratlantirgani savdo markazining ichida joylashgan kitob do'koni bo'ldi. Do'konda turli janrdagi kitoblar, ilmiy asarlar, ertaklar, zamonaviy komikslar, hatto futbol sportiga bag'ishlangan kitoblar ham mavjud edi. Bu manzara meni quvontirdi. Zamonaviy hayot shiddatida ham kitob o'qishga bo'lgan muhabbat yo'qolmagani, aksincha, Valensiya shahrida u qadrlanishini angladim.